Sha'bon oyini yarmidan ham o'tdik inshaalloh. 15 kun, 16 kun shuna atrofidagi muddatda Ramazon oyi ham kirib keladi inshaalloh. Ramazon oyi kirishligi bilan bizning xalqimizdan, o'zbek xalqining ziyoratchilari soni keskin ravishda kamayadi. Sababi nimaga deganda, birinchidan narxlar oshib ketadi. Makka, Madinadan mehmonxonalar narxi 1 baravardan 5 baravargacha oshib ketadi. Narxlar oshganligi ham sabab ko'rsatiladi. Keyin bizning xalqimizning bitta odati bor. Ramazon oyini ko'pchilik oila davrasida farzandlar bilan, ahllar bilan iftorlik qilishni, saharlik qilishni xohlashadi. Shuni hisobiga nisbatan Ramazonda ziyoratchilar soni keskin ravishda kamayadi. Lekin Ramazonda qilingan umraning savobi hajning savobiga teng bo'ladi. Ya'ni haj qilgan inson qanchalik savob oladigan bo'lsa, Ramazonda umra qilgan inson ham shunchalik savob oladi. Endi dunyo hayotida bir narsani yaxshi tushunish kerakki, qachon mehnat qilasiz, mashaqqat qilasiz, uni tagida bir narsaga erishasiz. Uni orqasida bir narsaga erishasiz. Qiyinchilik bo'lgandan keyin savob ham ulug' bo'ladi. Shuning uchun Ramazon oyida umra qilishga ham inson oshiqish kerak, shoshilish kerak.